Davlatimiz rahbarining mustaqilligimizning 35 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi 120-son qarori asosida Asaka Bankda ham yagona vatan, yagona xalq bo'lib yangi hayot va kelajak quramiz g'oyasi ostida qator xayrli va quvonchli ishlar amalga oshirilmoqda. Bank xodimlarining maktabning 1-sinfiga qadam qo'yayotgan 200 dan ortiq farzandiga o'quv qurollari jamlanmasidan iborat esdalik sovg'alari topshirildi. Bu esa Asaka Bankda inson qadri va uning mehnatiga yuksak e'tiborning yana bir ifodasidir. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yillik tantanalari butun respublikamiz bo'ylab nishonlanmoqda. Xuddi shunday bizning bankimizda ham xodimlarning kayfiyatini ko'tarish, ularga bayramona kayfiyat ulash maqsadida xodimlarimizni 1-sinfga qadam qo'yayotgan farzandlari uchun bankimiz tomonidan esdalik sovg'alari, maktab qurollari taqdim etildi. Qolaversa, bankimiz xodimlari ichida 1-sentyabr kuni tug'ilgan farzandlari uchun ularga kitoblar jamlanmasi sovg'a qilindi va bankimizda mustaqillik bayrami tadbirlari hali davom etadi. Mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan maktabga qadam qo'yayotgan jajji farzandlarimizga bankimiz tomonidan sovg'alar berildi. Bundan juda ham mamnunmiz va bank rahbariyatiga va tashkilotchilariga rahmat aytamiz.